Men bir Shatyevada peshin o'qidim, bir necha yil o'tib ketdi bilmayman. Shunaqa charchaganman, lishni tajriba. Shunaqa charchaganman, asabim charchagan, fizически ham charchaganman. Muhammad Amin domla bir bet Qur'on o'qib beradi peshindan keyin. Bilasizlarmi, shuni bilgan qo'l ko'tarib qo'yinglar. Bir bet Qur'on o'qidi. Ishonasizmi? Обновление oldim. F5. Yangi o'qib oldim, charchoq ketdi jismoniy. Ha, moralniy charchoq ketdi. Yangi o'qib oldim. Men atay to'xtab, domlaning oldiga borib, rahmatda minnatdorchilik bilib qo'yib chiqib ketdim. Bir bet domla chiroyli o'qiydi Qur'onni, bilasizlar, yangilandim. Aytingchi, agar shoshilmayotgan bo'lsangiz, domla bir bet Qur'on o'qib bersa, eshitib o'tirishlik ibodat emasmi? Savob emasmi? Chiqib nima qilyapsizlar? Kim so'shini jo'natdi kim? Kimdan eshitib so'shini keldi kim? Qanaqa prikol chiqdi kim? Degandan ko'ra Qur'on eshitgan yaxshi emasmi? Undan tashqari masjidda o'tirishlik musulmon odamga. Qanaqa hadis bor edi? Masjiddagi musulmon qanaqa edi? Suv kabi emas, suvdagi baliqdek. Endi munofiq odam qanaqa? Uni sizlar